Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun Teplitsadan chiqqan arab xurmolarini ko'chirib ekyapmiz. Donagidan egilgan tomirlari. Pashti 4 yil bo'ldi. Bo'yi pashti 1,5 metrlar atrofida, mana lopatka bilan boqganda uzunroq. Tashqariga ekib ko'ramiz. Qishda o'rab saqlab ko'ramiz. Teplitsada joy qolmadi, shuning uchun ro'za oylari mana niyat qilib ekyapmiz, balkim hosil solib qolar. Ham erkak ayoli bo'lekan, bodom, kivilarga o'xshab. Endi bu yoqdan kuzatib boramiz. Yana ekkandan keyin yoz paytlari amal olgani, nimalarni o'sishini ko'rsatib o'taman.